Xotin menga qaragan. Yo'q, ideya keldi adasi. Deng, o'tsa yuragim yorib edi deyin. Mayli, shu siz to'ydan ayol qudam chiqqanida ikkala qo'liga tilla braslet taqsam qanaqa bo'ladi? Jazir o'latdi. O'sha ayol qudagiga to'yxonaning o'rtasida ikkita qo'liga kishan solib olib chiqib ketish kerak o'zi. Ammo senlar ikkalang bir bo'lib ana odam tamom qilasanlar. Hamma yoq rasqot bo'lib ketdi xotin. Uningga hamma narsa kerak, u kerak, bu kerak, anunga bu uchishmagan, qanaqa sallasanlar o'zi. Bir kunlik to'y-ku. Qachon kelar ekan qudalaring? Qachon kelar ekan? Gaplashdim, siqilmay hozir kelib qolaman dedi. Adasani Kemal borku eng qiziq qismiga keldi. O'sha kelguncha kelib ketsa, ro'siz yaxshi bo'lardi. Nazo, menga qara, aqlingni yig'ishtirib ol. Sen qiz uzatyapsan, tushunyapsanmi? Qizing ketyapti seni. Yore. Ketyapti. Katta mashinada. Bebek, yor. Sen qo'lini o'rtasida turibsan, darvoza qoladi. U ketdi bo'ldi, yor. Tushundingmi? Ha, siqilmay adasi. Shuning uchuncha yana bitta ideya bor. Anu, orqa ko'chada Shuhrat ekanini bilasiz? Voy, o'sha shunaqangi zo'r matras ishlab chiqarayotgan ekan, adasi. Ortopedический ekan, mana bel hech qanday og'rimas ekan. Atiga 3 million. Atiga. Orqa og'rimas ekan. Yo'q. Wow! 3 millionga mana hamma yog'im og'riydi, tushundingmi? O'zim o'tadan chiqyapti matraslar. Men orqasidan qozuv chiqayotgani yo'q, botdiydi u. Bo'ldi. Orqara. Men kelishdi. Voy, tamom qilasanlar-da. Voy, bitta qiz uzatish. Voy, assalomu alaykum, xush keldingiz. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan keling. Qiynalmay topib keldingiz. Voy, yo'q. Voy, sarpa yig'ish bilan olib boraman. Bu magazinga boraman, bu magazinga boraman, bozorga boraman. Ular yaxshimilar? Qo'shnilar yaxshimi? Qarindosh urug'lar yaxshimi? Hammaligi yaxshi yuribdimi? Beshik to'ylar eson-omon o'tkazib oldinglarmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. Xo'jayin kelmadilarmi? Voy, yana esimdan chiqdi. Oson emas. Voy, yaxshi yuribsizmi? Tinchmisiz? Xudo, choydan qo'ymaysizmi, voy? Qanaqa bezbet xudo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, mashinani qilyaptimi-deysiz? Yo'q, shetib turdim, birdaniga eshik puf o'tdi. Turdim. Mayli. Qani Charchaymabsizlarmi? Rahmat. Qizimsizlar. Mana to'ylarni maslahatini qilamiz ekan. yostiq olgan, buni qil, faqat mana yugur bozorga borsan, faqat maslahat. Qo'shnimga boraman, manam ko'rib o'tishini, buni qil, o'g'illar tursa qiyin ekan, ishonasizmi? Mana yaxshi ham bitta ekan o'g'lim. Ilohi amin. Har doim mehmon kelishganda oldin, ha? Faqat o'zimni farzandlarimni demayman. Hammani bola chaqasi qo'sha qarib baxtli o'lsin. To'ylar faqat to'yxonada bo'lmay, xonadonlarda ham yaxshi to'ylar bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xudo poshsha, yaxshimisiz? Voy, rahmat. Bali, gapingiz orasida ular yaxshimilar dedingiz, endi ular manman dedi, to'g'rimi? Rahmat. Ali, o'zingizni ulangiz yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi, voy, Rahmat. Shunsiz xudo bir to'y maslahatini qiluvdi uyda. Voy, yetgancha xudo haqiqatan ham biza o'tirib maslahatlashdik. Menda rosa zo'r ideya keldi. Yetgancha xudo xolasa sizlarni qizinglar bizga kelin choydan olmaysizmi? Men bitta qarab turibsan qayib. Sizni qizingiz xudo xolasa bizga kelin emas, qiz bo'ladi. Nazokatxon bir umrlik opa-singil tutinamiz xudo xolasa. Xudo shu desiz, kelin bilan kuyovga shunaqangi komfort tanlab qo'ydik. Shunaqangi endi elita uyimni 5 xonasini ajratdim. Yoyilib yashasin kelin. Ha, 5 xonasi. Menga ham qo'y. Mazza qilib yashashsin endi xudo. Bu o'zingizlar 5 xonada turardinglar shakilli? Yo'q, uyimiz 6 xona. 6. Balkon ham bor, sizdan chiqdimi? Balkon ham bor. Balkon ham bor, 1,5 ga 3. Er-xotin balkonda so'yib qolmaysizlarmi ish qilib? Yo'q, yopish yotib ko'rdi. Normalmi? Endi Ali, xudo poshsha, sizdan so'rayman-da endi. Mendan so'rang, Sizlar shunaqa ekan-ku. Xudo. Sal boshqacharoq ekanda sizlarda. Ali,
Shu ko'chib kirgandan beri shu beshxona uy remont qilmaganmisizlar yo to'y bahona menga qildiryapsizlarmi? Shuni so'rab. Ha, dejoni suyat bo'ladi. Xudo mebel olib kirishdan oldin remont ham bo'ladi-da. Endi orzu havas qilib o'g'il o'stirganman. Bir kun Ja, orzu havasli ekansiz, lekin. Bu o'stirgan. Ha. Men armiya dedim. Yaxshi. Xudo bu oshni nima qildinglar? Menga rosa qiziq bo'lyapti-da shu Ya osh savolga. qo'yib turasiz, to'ydan gapiring, to'ydan. Osh qo'yavering, oshni Xudo biz xolasa qilamiz. to'ydan hech xavotir olmang. To'yga shunaqa dahshat qilamiz. Voy, mashta o'tirganlarning hammasini internetda bormi, Telegram'i bormi, Instagram'i hammasini telefonda bo'ladi. Xullas mashta o'tirgan butun xalqi chakaga tushib qoladi. U to'yga ko'rib malika ham tushib qolmasin tag'am. hazillashadilar. So'rachi qanaqa to'y ekan u? Qanaqa to'y o'zi u? Qanaqa to'y? Osiyo to'yxonasida Voy. Yevropacha to'y qilamiz. Ana xotin qishlaqi bilmaysan sen. Osiyoda Yevropacha to'y. Ani so'raganda aybi yo'q. Shu Yevropada Osiyocha to'y qilsa bo'lmasmikin? Qatta u. O'ylab ko'rmagan ekanman, Xudo. Mayli, siz o'ylab ko'ring, ungacha men hali sizga hali shu oshchi deyotgandingiz, shu men endi oshga bir 3-4 ta erkak o'rta, menda shunaqa o'rtoqlarim bor-da, erkaklar bor, maslahatlashib turaman-da. O'shalarni aytishi bo'yicha shu kam chuqumroq, birovga ko'z qilmasdan endi 100 kishilik qilib oshni o'tkazsak degan maslahatga keldik. Yaxshi. Biz 100 kilo osh damlaymiz, ha? Voy, onangni aytganini qilmay o'lgur. Молодец, Xudom zo'r ekan-a? Aynan. 100 kilo oshing kishi boshiga 1 kilodan to'g'ri keladi. Kalla bormi? Adasan orqa ko'chada Ayza xola ham qizini uzatganda 120 kilo osh damladi. Oshini ertasi kuni chiqib 200 gram go'sht so'ragan esingdan chiqib qoldimi? Ha? Bir marta so'rabdi, nima qilibdi? Uni qiziga qilgan mebellarni ko'rdingizmi? Shuhrat ekan ortopedический matrasidan olibdi. Ular ham. Men uni mebelini ko'rganim yo'q. Rustam o'zini borib balisay ko'rib keldim, tushundingmi? Qizim uzataman deb pochkasini sotib yuboribdi. Mayli, Xudo, endi urushib talashib o'tirmaylar. To'y endi. Yo'q, biz urushmayapmiz, shunaqa maslahatlashamiz. Xudo, endi bu mebelni Xudom gapirgandek bo'ldi. Yo'q, men qarang. U narsalarni gapirmay turing, o'z kelganingizda faqat boshqalar tema to'g'risida gapirmayapsiz. Ali, men aytmoqchi bo'lganim, endi Xudo poshsha. Labi. Ja, ko'p ko'rgan ayol ekansiz. Shu qiz o'stirish o'zi emas. Biz mana onasi bilan birga shu qizimizni o'stirdik, qo'limizdan kelgan tarbiyani berdik. Mana onasi o'zi bosh bo'lib, haligi pishiradigan joylarga olib bordi, pishirib kuydirlarni o'rgandi, tikuvchilikni o'rgandi, pishiryaptimi narsani? To'ppa to'g'ri, Xudo, voy молодец. Mebel italyanskiy bo'lsin, Xudo, menga yoqdi bu gapinglar. Tikuvchilik ham. Mebel italyanskiy dedim. Men kelayotganda sizga jim o'tiring deganman. Men aytmoqchi bo'lganim, Xudo poshsha. Labi. Haligi endi uyingizga borganda endi baribir o'zga xonadon o'rganish qiyin bo'ladi. Shunga ozgina kamchiliklari bo'lsa mabodo. Voy Xudo, kamchilik любой odamda bo'ladi. Mashta o'tirganlarni to'y qilganda kamchilik ham bo'lgan. Mayli, italyanskiy mebel olmasanglar, amerikanskisi ham bo'ladi, voy. Voy mebeling. Xudo poshsha. Bitta narsani tushunaysiz. Haligi kelin tushgan xonadonda qaynona-qaynotani oldida ibo hayo degan parda o'ladi. Voy Xudo, voy aylanib ketding sizdan. Qarang, siz ham xayolimga solmaysiz, esimdan chiqibdi-ya. Parda nima bo'ldi? Pardadan umuman xavotir olmang. 12 ta romli Biz tiktirib qo'yganmiz. Pardani elita salonda tiktirdinglarmi yo bu arzon joyda tiktirdinglarmi? Voy. U pardani-chi elitada tiktiringlar. Ichida yuvuvchisi ham bor, Xudo. Yo'q. Xotin tez telefon qil. Telefonni yoz ol. Yuvuvchisi bor ekan. Menga qara. To'ydan keyin ketib qolsam, yuvuvchiga qiynalmaysan. O'sha gaplash. Xudo. Voy o'li. Bir kun to'yga shunaqa desmadasi meni qo'rqitib.
voy xudo to'y bir pul hazillashadilar aytdim-ku hazilkashlar. Hop. qo'rqib Siz uzatgan sal og'irroq bo'lish kerak-da. Mayli, Xudo poshsha. Labi. Bo'pti. Shu siz aytganlarni hammasini mayli beramiz. Xo'p. Men roziman. Bo'ldimi onasi? Xursand bo'lasam hammasini beramiz. Beramiz. Endi xafa bo'lmaysiz. Shu bitta narsa bera olmasam dilinglar og'rib qolmaydimi? voy xudo shuncha narsani qilyapsiz, shuncha mebel sarbani qilyotgan bitta kerak emas narsa nima ko'rinmaydi. Ay, sizga kerak emas-ku. voy nima ekan o'zi kerak emas. Qizimni bermayman. voy Boshlab bo'ldik-ku shuncha voy harakat. xudo endi unaqa asob ahamiyat Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Leonizdan. Tozalik talisizlarmi, toza havonimi? voy nima degani? Nima deganingiz bu? Tuflini yechaymi yo shundoq kiraveraymi? Ay, kevuring. Kerak. Qo'shni yaxshimisiz? Oqsoqol, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, tuzumsiz? Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? O'tiring marhamat. Yaxshimisiz? O'tiring. O'tiringlar, tuzumsiz? Ha, rahmat, yaxshi. Menga ham qo'yib yuboring, menga ham. G'ayrat bekorchi edim bugun qo'shni. Rahmat. O'tib ketayotgandim, shovqinni eshitib kirdim. Kechga tushayotdim. Bozor etib qo'ydim hozir. Bolalar bozor osh qilamiz. Osh yerkanmiz. Ilohomin. Deydigan odam bitta men bu uyda. Nuqul tinchlik bo'laversin. Bo'lsin. Mehmon kelar eshikdan oqsoqolimiz xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanot. Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz. Nima janjal? Nima to'polon? Yo'q, janjaldan Xudo To'y asrasin. boshlab qo'yganmiz, to'y. Shu. Xabarim Qizimizni bor. uzatyapmiz-ku. Xabarim. Shunga ozgina bugun maslahat oshi. Lekin qo'shilibdi gapda endi qizlarchi rosa qiyin. Nima mindoligidan o'stirasan-da, endi ish qilamasa shuni berib yuborasan. U ham mayli endi mebelni jo'natding, pardani jo'natding, nimamish? Mebel pardaga tushmaganmish. Voy. Shuni erkak quda gapiryapti. Voy. Latta. Voy. Qaysi bet bilan gapiryapti? Voy. Ha? Oh. Qaysi bet bilan gapiryapti? Oqsoqol. Ha? Ey, gapiryapti, men qarang, bilasizmi qanaqa erkaklar gapiryapti? Ey, erkakchim, gapirayotgan yo'qman. Ey, gapiryapti. Voy, bilasizmi qanaqa erkak u? Xotinni puliga yashab, uyda serial ko'rib o'tiradigan erkaklar bor, latta. Ana shular gapiryapti. Ya, mammas. Ya. Adachonisi, eng qiziq seriyasi ko'raman qaytaman. Ham shu tez qaytaman. Voy, televizorni yo'qdan. Bashla. Alo. Ha. Kemalni ham xudonikida ko'radimi? Ha, ona. O'tiring qani. Ha, qo'shnikidaman. Gaplashyapsizlar chiqib turuvdi bu. Uyda gaplashaman. Serialni shu yerda ko'raman, ha. Bo'pti. Jim o'tiring deganman kelib. Nima deyotgandim qo'shni? Kalla qo'yib Ha, xullas, keyin 5 xonani bo'shatib berib, to'ldir deyishiga nima deysiz? Bizlarni gapirdimi Yo, hozir? Voy, bizlarga kelsa- 6 xona-yu. Kelsa gapirib tashlang. Hop, shat basharasi gapiring. Hopmi? Gapirolmasangiz meni chaqiring, men o'zim gapirib tashlayman. Hopmi? Sizlar qarashinglar qo'shnimga. O'tirmasdan. Sizlar tanimadim. Qarindosh, qaysi qarindoshisizlar sizlar? O'shachi basharasiga gapirib tashlaydigan quda biza bo'lamiz, тоже мне. И вообще uyimiz 5 xona emas, 6 xona, balkon ham bor bizada. 1,5 ga 3. O'g'il o'stirisham qiyin qo'shni. Bilasizmi? Bitta duo qiling. Sarilishim bor edi, o'sha ketyapti. Bekorchi edingiz-ku? Ishga ketyaptim. Bozor tashlab ketsa hali kelim. Yaxshilik bo'laversin. Sizdan keyin. Anorni olaman lekin. Xudo poshsha xafa bo'lmaysiz. Voy, bir g'alati qo'shnilar bor ekan, xudo yomon dilim Siz to'yi Mendagi spo xudoni qatdan topasiz, shu qo'shnalaringiz xafa qilishini. Siylaganni sigir bilmaydi, siypaganni ho'kiz deydi. Osh go'sht to'g'risida gaplashish kerak. Ha. Xudo poshsha. Labi. Ali osh kuni Ali go'sht jo'nataman degan ekansizlar. Shu Ali. Shu To'y, go'sht qo'y jo'natiladi, ha. Ha, baraka toping. Qanaqa qo'y?
qo'zichoq jo'natamiz. Qolganiga mol go'shti. Xudo endi osh ichida hech kim ko'rmaydi, yeb ketishadi baribir. Yo, mana qarang, meni ham o'zimga yarasha obro' hurmatim bor, oshna og'aynim bor, el ichida yuraman men, unaqa mol go'sht qilmaysiz. Mana uzr, bitta bularga gapirsam maylimi? Bir marta. Mayli. Mana erkak quda, siz ayting mana. Qo'ydi, to'g'rimi baribir? Yo endi quda. Mana bunga qo'y dedim. Nima deysiz endi? Mol baribir mol de. Mayli. Biz og'irroq bo'laylik endi. Biz erkak kishimiz endi, to'g'rimi? Bir parcha go'shtga talashmaymiz-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. Ana ko'raylik. Bo'ldi. Qo'y bo'lsa qo'y de. To'g'ri, Xudo, talashib o'tirmaylar. Sizlarga yarashmaydi. Shunaqa bo'la qolsin. Xudo undan ko'rachi. Men bu sarpani, ko'rpa, yostiq, latta, putta deganlari bor-ku. Shular kerak emas. Qilmanglar. Biz endi sizlarni o'yladik. Voy, baraka toping. Tushungan odamsizlar. O'rniga kojani divan kreslo. Voy. Ani stol stulini-chi, men sizga jim o'tiring deganman. Gapirganda nima gapim bo'lasiz? Xudo uzr. Ani stol stulini-chi 5 yil to'yda olib kelasizlar. Endi qiz chiqarganga 40 yil tegma degan gap bor. Sizlarni ham ayash kerak, Xudo. Voy, mehrli ekansiz. Rahmat. Endi Ali mayli-yu, shu men ham bitta narsa so'rayman-da endi sizdan. Boytamir sizdan so'rayapman dedi baribir. O'zi mendan so'rayman, to'g'ri. Bu Ali nikoh bor-ku, nikoh. Shu qizim borgan nikoh qanaqa bo'ladi? Qayerda bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Juda zo'r bo'ladi. Men yaqinda bitta to'yda bo'ldim. Ali hozir firmalar chiqib ketibdi, Ali tashkilotchi bolalar, juda chiroyli qilib o'tkazishar ekan. Ani ssenariylari bo'lar ekan uni. Shunaqalarni qilyapsizlarmi yo oldi qochdimi? Qanaqa u? Xudo, to'g'risini aytsam, esimdan chiqib qopti-ya, shunisini o'ylash. Ana mana shuni o'ylab, men hozir jiyanimni chaqirib qo'ydim. Meni jiyanim mana shunaqa to'ylarni tashkil qilib yuradigan bola. Chaqira qoling, Xudo chaqiring. Hop. Hilol! Ey Hilol! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Charchamayapsizlarmi? To'ylarni harakatlari bilan qiynalmasdan. Ayollarga ham qiyin deb Voy, gapirmaymiz faqat shu magazinga borib uni qilib, bunaqa sarpaga masalani gaplashib, faqat kostyumlasini ol, uni qilib, buni qilib, uni yana salonini gapirib, to'ydan chiqmaydi-ya. Sizlar shunaqa o'tga ham qiyin ekan. Ya amin. Mash xarakteridan Xudo asrasin. Hilol boshla. charchab qolmayapsizlarmi? To'ylarni harakati bilan hamma narsa tayyor bo'lsa Voy, kerak. hamma narsa tayyor, gaplashilgan, to'lang. Kapeka atmen qilasiz. Atmen qilasiz chunki men bilan tanishtirmaysizmi meni? Ali, Men Hilol. Hilol organizationman. E'tiboringiz uchun men unaqa oldi qochdi to'ylarni o'tkazmayman. Shuning uchun men o'zimni spiskamni tuzib kelganman. Bu yerda hozir to'y jo'natishdan boshlay qolaylik-a. Nimadan boshlaysiz? To'y jo'natishga bizga katta gurzovoy kerak bo'ladi. Katta gurzovoy, ali anaqalar qilingan, bantiklar qilib, chiroyli qilib yasatilgan gurzovoy ichiga endi tog'ora-mog'aratam yo'l-yo'llarini o'zingiz solasizlar. Ana undan keyin ikkita qo'y olamiz, Bitta. Ikkita, ha? Bitta qo'y. Yo'q, Voy, stop. Xullas ikkita qo'y olamiz, ya'ni qo'chqor bilan soliq qo'y, tushunasizlarmi? Soliq. Женский qo'y. Urg'ochi qo'y. Qo'chqor bilan. Qo'chqor bilan gurzovoy ichiga ortamiz. Gurzovoy ichida. Gurzovoy ustida bo'lmaydi-yu. Nimagaligini eshitib turinglar. Qo'chqorga kostyum kiygizamiz. Voy. Sen ayol xudoga gapirur, bo'l pishadi ish. Xo'p. Xullas, qo'chqorga kostyum kiygizamiz-da. Soliq qo'yga kelin ko'yni kiygizamiz. Bizda paytda qo'ylar kostyum kiymagan. Endi kiyyapti. Hozir moda, tushunasizmi? Voy, modinga. Qo'y bilan, ali qo'chqor bilan qo'yga ali kelin ko'yni kostyum bilan kiygizib jo'na. Mana. Haligi sunnat to'ylarda, o'g'il to'ylarda, ot ustiga zar cho'ponlarni kiygizib jo'natsin. Chiroyli. Ana o'sha ot zaridan qo'yga kiygizish kerak. Ot zar cho'ponni? Voy, голова работает вообще? Ha? Qo'yga to'g'ri kelmaydi, otniki katta bo'ladi, jinnimisiz? Tavba. Yo endi chiroyli turardi, osilyotsa ham. Kimlar bilan quda bo'lyapsiz? Xullas, men aytgandek bo'ladi, tushundinglarmi? Endi
to'yxona masalasiga kelsak. Voy, to'yxonadan oldin navkarchi. Navkarga kuyov to'ramiz kelin poshshamiz oldilariga Rolls Royce mashinasida boradilar. Voy, stop. Biz 222 Mers gaplashib qo'yganmiz. 222 tiyin. Hozir Rolls Royce moda bo'lgan, tushundingizmi? Yo'q, birovdan kam joylar bormi? Yo'q, umuman. Ha, girdayib o'tiringlar. Voy. Undan keyin kuyovimizani 15 ta do'stiga bir xil kastim shim. Qo'yi kastimida aka. Endi kuyovning o'rtoqlarining ichida qo'ylari bormi yo'qmi, uni bilmadim. Xavotirlanmanglar, hammasini gaplashib qo'yganman, pulini to'lasanglar bo'ldi. Atigi $300 dan har bittasi. Keyin gapi bo'lmay turinglar. Etsa. Kelinning 15 ta dugonasi ham bir xil ko'ynakda bo'lish kerak. Bir xil ko'ynakda. Uni ham tiktiriladi. Hammasini gaplashib qo'yganman. Uni pulini sizlar to'laysizlar. Voy. Ha, nima? Kelinning sarpasini kuyov tomon qiladimi? Kelinning dugonalarini ham, kiyimlarini kuyov tomon qilib berish kerak, tushundinglarmi? Yaxshi. Bo'ldi, всё. Navkar hammasi hal. Endi to'yxona masalasi. To'yxona gaplashganmizlar. Albatta biz to'yxonani gaplashib qo'yganmiz. Eng dahshat shaharning oldi to'yxonasi. Adasi ayting, qaysi to'yxonani gaplashdingiz? Mahallamiz guzarida bo'ladi. Voy. O'chiring. O'tiring. Bitta o'g'limizni, bitta qizimizga mahallani guzarida to'y qilamizmi? Pishi atmay qiling. Zaklatgan 4 tani olib bergan bo'lsa kerak. Yakkasaroy to'yxonasini gaplashamiz. Mana bu Men boya o'zimni tanishtirdim-ku. Men Hilol Organizationman. Yakkasaroy to'yxonasi meni obro'yimga to'g'ri keladi. Mani ham. Xudo sizga nima bo'ldi? Uspakoйтесь. Shu 8 dan keyin shu belim tortishib qoladi, olib bor, shunaqa qilib turaman-da. Xullas, nima yak deyverasiz, menga qarang. Yakkasaroy to'yxonasidan cho'chimanglar. Agar xarajatdan cho'chiyotgan bo'lsanglar, artistlardan ekonom qilamiz. Nega? Endi mingta artist nima kerak, to'g'rimi? Kerakligini aytamiz, bo'ldi. Kutib olishga yalla guruhi. Keyin ketidan Rashid Xoliqov bir ro'ga tushadilar. Undan keyin Yulduz opam kelib onalarni bitta o'ynatib bersalar. Mana Yulduz opam kelib onalarni o'ynatganda men ham mana shunaqalardan o'ynab berib rosa yaxshi Yulduz opam. Undan keyin Tohir Sodiqov yoshlarimizni 80-yil hitlariga bittalik kellatib yorsalar. Ana undan keyin to'yi oxirida Ozodbek Nazarbekov tugat beradilar. Ana. Pulni ham tugatib beradilar. Namchi xavotirlandingiz, hisoblab chiqdim. Atigi $19,800. To'ppa-to'g'ri. Arzimaga bitta bir kunlik to'y o'tadi ketadi, to'g'rimi? Avtobusni puli. Всё. Ha, voy, aytgancha. Оформление masalasi esimdan chiqdi debdi. Оформленияni mana shu kiraverishdan boshlab, hali kelin kuyovni tepalarigacha hamma yog'ini konkretniy живой gul bilan bezatamiz. Voy, молчать. Adajonisi, bir ayting оформленияni. 300 ta shar zakaz qilib qo'yganman. Sharni uyda ishlatasiz, оформленияni kunda. Uyda ishlatar ekanmiz. Chunki kutib olishga. Ha? Chunki живой gul bo'lsa, hidlari ham kelib turadi. Yigitni guliga gul yarashadi, bilib qo'yinglar shuni. Keyin Bоже, какой тупица. Yana nima? Love story esimdan chiqib ketibdi-yu. Nima story? Nima stor? Sizni aqlingiz tor. Love story, muhabbat tarixi. Eshitganmisizlar? Sizlar o'rtanglarda men bo'lmagan shekilli unaqa narsa. Xullas, to'yxonada katta monitorga hammani shuna qaratib qo'yib, kelin-kuyov qanaqa sevishib qolgan, nima bo'lgan, o'shalarni mundoq videolarini ko'rsatib beramiz. Hozir moda, tushunasizlarmi? To'ylarga borgan ancha bo'lib ketdi shekilli. Xullas, mana shu narsani qilishimiz kerak. Buni syomkasini Antaliyada olamiz. Yaxshi. Antaliya restorani qayerda o'zi? Ha, qayerda? Qanaqa restoran? Siz o'z kutubxonadan boshqa yoqqa chiqqanmisiz?
Turkiyada Antalya degan shahar bor. Ha? Xavotirlanmanglar. Men Rexus Tour degan kompaniya bilan hamma narsani gaplashib qo'yganman. O'sha kompaniyadan 6 ta bilet qilib bersanglar bo'ldi. Qo'ymay qarang, nimaga 6 ta bilet? Eshitib tursiz, bilasiz. Tushundingizmi? Rosa gap bo'ladigan ayol ekanlar, vobshe ekanlar boru. Xullas, 2 ta bilet kelin bilan kuyovga, Xo'sh. 2 ta bilet operator bilan rejissyorga, samo собой, 2 ta bilet samo собой men bilan xotinimga. Xotiningizga nima bor? Xotinimmi, kelinni basharalarini bo'yab, prichoskalarini qiladigan, xotinimmi, makiyajlarini qiladigan, uni ustiga 3 yildan beri yalinadi. Qachon aytib olib borasiz? Oshdi. Moxonada aylanib keladi. Oy! Menga qara. Jangdamagan sari haddingda oshding. Hey. Men menga love store desam, men buncha rasxod nima senga millionermanmi? Hey. O'zi bitta yerni zo'rg'a boqyapman. Voy, xudo boshqa. Voy, xudo unaqa emas-ku. Hilol, xafa bo'lma. Men zo'rg'a topganman buni, ey. Menga uni ademi. Men unaqaga loyiq bola emasman. Menga gapirganda-chi, jon gapiring. Xudo boshqa, menga qarang, siz bekorga buni xafa qildingiz, bilasizmi? Uni oldiga qanaqa kelin-kuyovlar keladi, ey. Ha, rosta. Kichkina bolachalar kelib olib menga hali, "Oppa, nima Hey. qilyapsan?" Menga qara, ichkariga kirib turaqa, Hilol, qo'y. Bo'ldi, vobshe Bo'ldi, ekansiz. qo'y. Xudo, bunchalik qilishingiz yaxshi emas. Siz boshqa o'chirib ovozingizni xudo. Menda indamagan sari boshimga chiqib oldingiz. Sizga beryapman. Cheta, sizni qizingizni men kelib qilyapman. Siz jim o'tirsiz. Alaming bo'ta men gapirayotganda. Nicho siz? Mas, voy. Menga qarang. Bo'ldi endi. Erkak! Yana bitta uring. Men bir haftada bitta uraman. Lega qattiq uraman. Uzr xudo. Hurmatingiz qilib indamay o'tiribman men. Zo'r. Ey, kojinni divan. Parda. O'zing menga yerga tegan nima olib keluvding? Ikkita ko'rpachang bilan kelgansan. Uni bittasi sarg'ay yotibdi. Bittasini o'rtasida shu. Uni siz o'zingiz. Nima o'zingiz? Jim o'tir. Ko'proq gapiring, ovozingiz yoqimli ekan. Uzra, mana shunday odamlar qizini beryapti. O'pib tashardim, erkakchiligi to'g'ri kelmaydi. Xudo, hamma narsani o'zimiz qilamiz. Hech narsa o'ylamaymiz, tushundingiz-a? Gap yo'q. 5 xona o'zimiz to'ldirib olamiz. Sen balkonda yotasan. 1,5 ga o'ch. Mana shu erkak gapirgan oila de, men shunisini hurmat qilaman. Gap yo'q. Bu yog'ini o'ylamaysiz. Yo'q. Ilohim. Mana, Uy egasidan. o'zingizga qaytganingiz rost bo'lsin. Bolalarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lib, o'sha yerda tip qo'yib, palay yozib, toshday qotsin. Allohu akbar. Xudo. Oldimga tush balkon. Mayli, kelinglar yana. O'tasizlar. Mahalla guzarida yevropeyskiy to'y bu yoq endi. Bo'ldi. Onash. Qara erkak qudani, erkak. Faqat shu chiqquncha qiynavardi-da. O'zi anu ayol qudayni ham ko'zini ochib qo'yish kerak edi-chi, ko'p narsa so'rayotgandi. Anu keyin faqat oshirib menga qaragin. $19,800 yaqin katta xolasimga olib beradim shuncha pulni. Ha? Men ukammi? O'zingiz ukangiz-chi qudalarim oldi sharmanda qilib, anu nimamdan qilmagan, men qilmagan. Xo'p bo'ladi. Bu meni o'ylama. Men gapiraman bu yerda. Xo'p bo'ladi. Perret to'yga tayyorgarchilik. Marsh. Xo'p bo'ladi.
Ilohim. Qiz o'stirganni tushungan odam ikki dunyo saodatiga erishsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum aka. Mana shu do'konda eng arzon lampochka menman. Meni oling aka. Voy. Ko'rdingizmi aka, bunaqalarni 100 tasini olsangiz ham baraka topmaysiz. Mana meni oling. Ham cho'ntagingizga foydaman, ham uzoq ishlab beraman. Chunki man E'tibor bermang. Bu oliftalarning davri o'tdi. Tutqanog'i tutib, tutab ketadi. O'zlari kim bo'ladi? Kamina so'nggi avlod. Nuraled lampochkasiman. Nura Light, hayotingiz nurga to'lsin. Ha, yana ekologik sof va hamyonbopman. Yana bir bora dizayn guruhini barcha muxlislarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Balkon yaxshi o'tiribsizlarmi? Hazillarga rozi bo'lasizlar. Eski tusga olmayman. Endi mana ko'ryapsizlar, hozir konsertimiz juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Endi bizning konsertimizda mana shunaqa an'ana bor. Har bir ishtirokchi yakka chiqishlarini qiladi. Men o'zim ham bahorda to'g'risi yakkaxon konsert berdim, lekin g'alati gaplarni eshitdim odamlardan. Nimamish Qobil o'zi alohida berayotgan ekan. G'alati-da odamlar gapiradi. Tushunmayman shu narsani. U mayli, bittasi kelmaydi, nima deydi? Savolga qaraylar. Aka, nima bo'ldi? 4 ta edinglar, ajrashib ketdinglarmi deydi. Men bizda hammasi erkak, nima deyapsiz? Ajrashib ketdinglar, ko'rdimmi? Oxir qutulaman deb. Ha, bo'ldi, ajrashib ketdik. Bo'ldimi sen? Yana savol tug'iladi. Nimaga ajrashdinglar? Tilinglar kelishmadimi? Oxir qutuldim, ha, bola bo'lmadi, ajrashib ketdi dedi. Shuna qiziq gaplar ham bor-da. Endi alohida ijodga kelsak, mana bugun sizlar bilan Zo'r TV kanalidagi ko'rsatuvlar haqida gaplashamiz. Xudo xolasa bu yog'iga. Mana bizning yigitlar ham Dilshod akam bilan Sa'dulla ko'rsatuv qilishgan Zo'r TVda plus minus. Endi bu yerda ko'ryapsizlar, Dilshod akam pluslar, Sa'dulla minus. O'zi ko'proq oq qora bo'lsa tushadi bir-biriga. Lekin plus minus. Menga ham takliflar keldi. Nima siz chiqmayapsiz? Men nima qilaman? Barobar bo'lib turaman. Bu plus, bu minus qo'shilsa barobar bo'lsa Abdurahmon Zamikani bo'ladimi keyin? Bo'lmaydi dedim. Yana bitta dastur bor. Men xursand bo'ldim shu odamni ko'rib. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov, o'sha yaqinda lapsha yeb yurgan odam. Yana oshdamlar yuribdilar, ko'rdinglarmi? Oshga marhamat. Xursand bo'ldim. Lekin boshqa kanalga o'tib ketibdilar yaqinda oshdamlar. Bu odam qattiq osh yaxshi chiqsa o'sha yoqqa o'tib ketadigan odat bor ekan. Lekin bu noshukrlik yomon. Yaqinda lapshaga qaytishi ham mumkin shu odam. Lekin osh eng zo'ri oshxona qirollarida bo'ladi. Hammamiz sevgan san'atkor Shukrullo Isroilov turibdilar, oshxona qiroli. Lekin ko'rinish choyxona qiroli bo'lyapti. Qirolicha yo'q, ochlikdan olib ketgan bo'lsa kerak turadi. Lekin qirolicha bor ekan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova shartta chiqdilar ko'rsatuvdan keyin qirolichaman. Mana men bilmadim kim qirolichaligini shuni topdim. Lekin yana bitta dastur bor. Bilsanglar, guvohman dasturi. Tergovchi Mirsodiqova. Hali hech qanaqa ayb ish qilmagan 5 yashar bolani o'tkazib tergov qilyapti. Savollar qarang 5 yasharga. Ades ko'pincha ishdan kelib nima qiladilar? Bola ham men savol bilan javob berdi. Uyg'onligimdan uxlaganimdan. Nima deyish kerak? Kichkina boladan nima so'raysiz? O'zingiz nima qilasiz uyda kelib, misol uchun? Ayting shu haqida. Yana bitta dastur bor, Knockout Battle.
Javlon Shodmonov. Eng semiz rejissyor. Nokaut. Bundan battle ko'rsatuv yo'q o'sha kanalda lekin. Bu ko'rsatuvning ma'nosini qarang, ikkita jamoat tashlashar ekan, bir bilan urushib, gap, so'z o'yinlar qilishar ekan. Keyin ko'rsatuvning hamma kamchilik, ayblari bitta ishtirokchini bo'yniga qo'yib chiqarib yuborlar ekan. Unda nima ayb? Undan ko'rsatuvni chiqarib yuborish kerak bu kanalda. Ta'rif ishtirokchilar o'rtog'ini himoya qilib, biz shu sherigimizni 15 millionga sotib olsak bo'ladimi? Undan ko'ra 15 mingga futbolka ol o'zing. 6 oydan bitta futbolkada o'tirgan bola gapiradi shu gap. G'alati lekin menga yoqadigan dastur o'sha Alisher Uzoqov janoblari chiqib Zikavrab dasturini ochdilar. Shu futbol shahli urib hammamiz Zikavrab qoluvdilar. Dahshat. Naq qarasam Jahongir Otajonov o'tiribdilar. Birinchi sonida men maza qilmadim deb o'tirgan Jahongir Otajonov, mana ikkinchisida maza qilib o'tiribdi. Demak, Jahongir Otajonov ikkinchisida maza qilagan. To'g'risi, bu cover up nima degan ekan? Men qarab turdim. O'sha eski ashulalarning og'zi qancha katta ochib etsa, shu cover deylar ekan. Kimni og'zi ko'proq ochilsa, keyin uni Indigoga jo'natishadi. Indigoda hech kimda yo'q qobiliyat kimdadir bo'lsa, shu ishtirok etar ekan. Bitta kichkina bola chiqdi, 9 yashar. Soqov bola ekan. O'rtaga chiqib turyaptilar. Hakamlar savol beradi. Siz qaysi qobiliyatingiz bor? Men gapiraman deydi ana bola. Hakamlar Yumuz ko'rsatuvdan oldin gaplashib olishgan uni yoqqa. Yana bitta dastur bor. Xontaxta dastur. Jahongir Foziljonov. Xontaxta dastur shu. O'rtaga xontaxtani tikka qilib turg'izib qo'yishgan. Nima tikka tursa o'sha nomini qo'yavermaydi odam, to'g'rimi? O'zligi bu yoqda kresloda o'tirishibdi, shishali stolda choy damlab. Tarix xizmat ko'rsatgan san'atkorlar nima deb qo'yadilar? Qo'l qo'yinglar tez, manimga. Qo'l qo'yinglar taxtaga. Dasxat qo'ying, ha. Undan ko'ra non qo'ying, choy qo'ying yoki unda. Tarun xontaxta ham Nardani taxtasiga o'xshab ketgan. Shu Jahongir Foziljon yana bitta proyekt bor, yana dastur bor. Mana bojalar nimani o'ti? Nimani o'ti yoki? Kantujinni? Community. Ana. Qarasiz, xontaxta bilan bir xil u ham. Faqat o'ti communitylar alohida o'tirishadi. Farq shu ekan. Lekin u kanalda eng community bola shu nariga Jahongir. Real hit bor-ku. Ana u haqiqiy community ro bola. O'zidan katta mikro